Beva, ajrashgan ayollar ayol emasmi? Shunday insonlar borki, mana shunaqa ajrashgan beva ayollarni doim kamsitadi. Oyoq osti qiladi, turtkilaydi. Emishki ular yomon yo'lda yuradi, yomon ishlar qiladi. Oxiri bormi? Beva ayolni yoki ajrashgan ayolni hayotiga ozroq kirib ko'ring. Undan o'tayotgan, undan har doim ichidan o'tayotgan siqilishlarni his qilib ko'ringchi. Beva ajrashgan ayollar qalban singan bo'lsa ham ular juda matonatli bo'ladilar. Ular bardoshli bo'ladilar va hamma narsani bemalol uddalaydilar. Men bunday ayollarni ko'rganimda har doim ta'zimda bo'laman. Chunki ajrashgan yoki xo'jayinidan erta yolg'iz qolgan ayollarni yuragi juda ham katta bo'ladi.